Assalomu alaykum. Monex orqali O'zbekistonga pul yuboramiz. Yuborishni bosing. Pul yuborish orqali Monex. Agar bu yerda O'zbekiston ko'rsatilmagan bo'lsa, ro'yxatdan topib tanlang. Summani kiriting. Bu yerda O'zbekistonda qancha dollar olinishi ko'rinadi. Keyingi tanlash. Yangi qabul qiluvchi qo'shish. Qabul qiluvchining ismini kiriting. Familiyasini kiriting. Qabul qiluvchining telefon raqamini kiriting. Munosabat turini tanlang. Keyingi tanlang Pickup. O'zbekiston Cash Pickup. Xabarlarda kelgan kodni kiriting. Pul o'tkazish sababi. Pul o'tkazish sababini tanlang. Hozir yuborish. Pul o'tkazmangiz muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Kodni topish uchun yuborishni bosing. O'tkazmalar tarixi. Kerakli tranzaksiyani tanlang. Bu qabul qiluvchi uchun kod.